Jigarlarim O'rta Osiyo Turonda video chiqarish to'xtatmoqchiman. Sababi ko'pchiliklar ustimdan kulib, hozir ham 1 million bo'la olmadingmi deyapti. Men juda ham bir boshqacha o'ylagandim. Ya'ni bu bayroqlarni video qilib chiqarsam, birlashtirishga harakat qilsam, har bitta davlatdagilar podpiska, like bosib meni qo'llab-quvvatlaydi, poddershka qiladi deb o'ylagandim. To'g'ri, orasida shunaqa insonlar ham bor. Lekin men o'ylaganday bo'lmadi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. O'zbekistonda qancha aholi bor? Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Turkmenistonda, Ozarbayjon, Turkiya, Afg'oniston, Turkistonda, Qoraqalpog'istonda qancha aholi bor bilasizlarmi? Har bitta videoni ko'rgan inson podpiska bilan like bossa 1 million emas, 10 million, 20, 100 million, kim bilan necha million bo'lib ketgan bo'lardik. Lekin oramizda yomon insonlar ko'pmi yoki ichi qora ko'rolmaydigan baxil insonlar ko'pmi? Biz o'ylagan natijaga yeta olmayapmiz jigarlarim. Agar shu ishni davom etkaz desalaring, videoga podpiska bosib qo'yinglar. To'xtat desalaring, videoni shunchaki o'tkazib yuboringlar.